Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar va bizning obunachilarimiz. Nalichkaga chiqqan 5 ko'ch do'konimizni qisqacha obzorini qilib boramiz. Kimda kimga mana shunaqa ofisdan, ko'chma do'konlardan kerak bo'ladigan yurtdoshlarimizga ekran pastiga nomerimizni qoldiramiz. 12 viloyatga dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Tashqi ko'rinishlari mokriy mebel kombinatsiya qilingan. Mana bu tomoniga 50 cm, 30 cm dan qayta ishlatib, xuddi drivanli, rossiyskiy drivanli deb chiqarilgan antrazit akva yodoviy shisha salqinlikni ushlab turish uchun. Zamonlarga ahamiyat berasizlar. Juda ham chiroyli sifatisidan qo'yilgan ichkaridagi eng asosiysi ichkaridagi mahsulotimiz mana mebelga ishlatadigan faneramiz 1,5 qalinligida tepasi dekor plastik laminat pol mana ofislarga mo'ljallashtirib mana bunday stol stullardan ham qidirish imkoniyati bor. Mana shunaqa do'kon razmerlardan kerak bo'ladigan yurtdoshlarimizga ekran pastiga nomerimizni qoldiramiz. 12 viloyatga dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Bemalol aloqaga chiqib turib buyurtma berishlaringiz mumkin. Hozircha sog' va omon bo'linglar.